Voy, nima qilganingiz bu? Shuni tozalab oling, pulini beraman. Xo'p. To'xtang. Siz ishingizni qilavering. O'zim tozalab qo'yaman. O'latdi. Seni biror kishi chaqirdimi? Bizga qarayotgan qizni o'zi tozalaydi buni. O'zi yana bir marta gapirsang, o'zing tozalaysan shu yerni, tushundingmi? Nima deyapsan? Nima deganing bu? Ofisantdan tili chiqib qolibdimi? Bor boshlig'ingni chaqir. Seni bu yerdan ketkizib yuboraman. Men boshliqman bu yerda. Gapir gaping bo'lsa. Bilasan bu yerga qancha chek qilganimizni? Tupurib qo'yganman chekingga, tushundingmi? Bu yerdagi qizlar senga orqasini ko'rsatish uchun ishlamayapti. Ular ham kimnidir singlisi, kimnidir qizi. Yoshing bir joyga yaqinlashib qolibdi. Seni ham qizing bordir, ha? Telefon qilib so'rachi. Uni ham orqasini biror kishi tomosha qilmayaptimi? Og'zingga qarab gapir. Nima qildim men unga? Kameradan ko'rsataymi? Nima deganingni ko'rasan. Oho. Orqasi zo'r ekan-a? Xohlasalaring shuni ham egiltiraman. Egiltira olmaysiz. Agar egiltirsangiz $100 mendan. Mendan ham ketdi $100. Ishonmaysanmi? Ey singlim, qarab oling. Aka, obro'yimiz borda ketganimiz yaxshimi deyman. Hali gaplashamiz sen bilan. Hey! Mijozga qanaqa muomala qilding? Uzr xo'jayin, Nima o'zingdan boshliq yasab oldingmi? chidab tura olmadim. Qilgan ishini ko'rmadingizmi? Bugundan boshlab shu restoranni menejerisan. Qizlardan ehtiyot bo'l. Молодец ukam. Rahmat xo'jayin.